Hammaga assalomu alaykum. Ovozim bormi? Eshitasizlarmi? Iltimos chatga yozib yuboringlar. Plus eshitilyapti, shunga o'xshash belgilar bilan. Reaksiya qilib yuborsanglar. Video ko'rinyaptimi? Ovoz bormi? Assalomu alaykum, ovoz bor. Video ham bormi? Hammaga assalomu alaykum. Xayrli kech, xormanglar. Yaxshimisizlar? Salomatmisizlar? Qandoqsizlar? Demak, kim ilk bora qo'shilayotgan bo'lsa, kirayotgan bo'ladigan bo'lsa, juda ham xursandman, chunki juda ham yangi ismlarni men ko'rib turibman. Tushunishim bo'yicha auditoriyamiz o'zgarib boryapti, yangi qo'shilib boryapti. Hop, yangi qo'shilganlar bormi? Qani yozinglar-chi. Kim meni topganiga qancha bo'ldi? Qolganlar savollarimizni yozaverasizlar, sekin-sekin yig'ilishib, keyin hozir bitta-bittadan savollarga o'qib javob berishni xudo xolisa boshlayman. Mana oldin sizlar bilan bir qaytadan tanishib olay demoqchiman. Kim yaqinda qo'shildi? Demak, anaqaga. Nima deydi? Kanalga deymizmi? Kim meni yaqinda topdi? Men yangiman. 1 oy bo'ldi. Aha. Tak, yaxshi. Qolganlarcha? Birinchi webinarga qatnashyapman. 1 haftacha bo'ldi. Oho. Tak. Yaxshi. Menga 1 oy bo'ldi. Aha. Yaxshi. Hop. Qayerdan topdinglar meni? YouTube'dan topdinglar, Instagramdan topdinglar? Qaysi platforma aktivniroq ishlayapti desam? YouTube. Yaxshi. YouTube. Men eski mijozman. Menga 2 hafta bo'ldi YouTube'dan topdim. YouTube yaxshi. Hop, zo'r, super. Opam tavsiya berdilar 1 yil. Aha. Yaxshi. Hop, demak do'stlar, bizda shunaqangi an'ana bor. Demak, men Telegram asosiy kanalimda shunaqangi vaqti bilan savol-javoblar o'tkazib turaman. Ushbu savol-javoblarda sizlar o'zingizlarni qiziqtirayotgan, o'zingizlarning holatinglar, vaziyatinglar, nevrotik, depressiv buzilish nuqtai nazaridan demak, savollaringizni berishingiz mumkin bo'ladi. Savollaringizga javob beraman. Чтобы bir yo'lini topolmay yurganlar bor, nima qilishini bilmayotganlar bor, misol uchun, mana shu insonlarga men imkon darajada bir yo'nalish berishga harakat qilaman. Chunki ko'pchilik telefon nomeringizni bering deyishadi. Demak, yordamchimga yozib o'zlari bilan gaplashaylik, o'zlari bilan savollarim degan holat vaziyatda aytishadi. Endi o'rtoqlar, hammaga men telefon nomerimni beradigan bo'lsam, hamma bilan o'tirib, chatda gaplashadigan bo'ladigan bo'lsam, asosiy patsientlarga demak, afsuski vaqt qolmaydi. O'zi umuman bunaqa nima desa bo'ladi, vaqt qolmay qoladi. Shuning uchun ham vaqti bilan imkoniyatim bo'lganda, vaqt bo'lganda mana shunaqangi vaqt ajratib turaman va demak, sizlarni qiziqtirayotgan savollarga imkoniyat darajasida javob berishga demak harakat qilaman. Yaxshi, salkam 50 kishi bo'lib qoldik. Tak что o'zingizlarning holatinglar, vaziyatinglar bo'yicha savollaringizni uyalmasdan, tortinmasdan yozaveringlar. Faqatgina iltimos savol yozinglar. Что meni boshim og'riydi. Nuqta degan gaplar bo'lmasin. Что nima konkretno, nima qiziqtiryapti, nimani aniqlashtirmoqchisiz, savol yozadigan bo'ladigan bo'lsangiz, savollarga javob berishim mumkin bo'ladi. Xo'p, demak, kim yangi, kim eski
o'rtoqlar, manda yopiq klub hozir demak ishlayapti. То есть biza sentyabr oyida vahima xurujlari, panический atakalarni demak ustida juda ham to'liq va batafsil bir oy davomida ishladik. Endi bu oy bo'ladigan bo'lsa, oktyabr oyida biza umumiy xavotir buzilishini ustida nihoyatda jiddiy demak ishlashni reja qilamiz. Umumiy xavotir buzilishi degani o'rtoqlar, bu degani siz o'tirib bo'lar bo'lmas narsaga o'z-o'zidan yo'q joydan asossiz birdaniga xavotirga, qo'rquvga tushishingiz, o'zingizdan, hayotingizdan, atrofdagi bo'layotgan holatlardan birdaniga xavf-xatar, muammo, qayerdadir kasal demak qidirishingizga demak nisbatan etiladi. Va xudo xolisa mana demak shanba kunidan darslarimiz boshlanadi va mana shu yerda ushbu holat vaziyatda ustida nima qilinishi kerakligi haqida demak biz bir oy davomida xudo xolisa ishlashni demak boshlaymiz. Demak nima desa bo'ladi, bir oy yaxshi ishladik, juda ham yaxshi informatsiyalarni demak berdim, insonlarda yaxshi o'zgarishlar bo'lyapti va nihoyatda yaxshi nuqtasi shundan iboratki, o'tgan oy demak bo'lgan materiallarni ham siz kirib misol uchun ko'rishingiz mumkin bo'ladi, yangi darslarni ham eshitib ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. Так что welcome yopiq klubga. Narxi unaqa misol uchun qimmat emas. Bir oy uchun shu eski darslarni ko'ra olishingiz uchun, yangi darslarda ishtirok etishingiz uchun, u yerda ko'proq savol-javoblar bo'ladi. Ko'proq savol-javoblarda ishtirok etishingiz uchun bir oylik narxi 200 ming so'm bo'ladi. Так что kimda kim qiziqish bo'ladigan bo'lsa, misol uchun hali meni individualniy terapiyalarimga, misol uchun diagnostikalarimga yozilishga botina olmayotgan insonlar bo'lishi mumkin, sharoit qila olmayotgan boyagidek insonlar bo'lishi mumkin. Hamma har holat. Shu sababli ham shu proyektni men qilyapman, amalga oshiryapman. Так что kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'rtoqlar yozilishingiz mumkin bo'ladi. Qolaversa, mana demak onlayn hamda offlayn qabullarim mavjud o'rtoqlar. Offlayn qabulim Toshkent shahrida bo'ladi. Faqatgina shanba, yakshanba kunlari. No, в принципе, hozir menimcha bo'sh joy bo'lmasa kerak, chunki nima desa bo'ladi, offlaynga odamim ko'p, onlaynga ham yozilishingiz mumkin bo'ladi. Hammasi meni yordamchim, administratorim Madina orqali yozilishingiz mumkin bo'ladi. Endi bu hamma yangi auditoriyaga nisbatan aytyapman. Так что shunaqa o'rtoqlar. Demak, kurs bo'yi, ya'ni yopiq klub bo'yicha kimdaki qanaqa demak savollar mavjud bo'ladigan bo'lsa, u narsani ham yozishingiz mumkin bo'ladi. Va sekin-sekin hozir ana endi savollaringizni birin-ketin o'qib javob berishni boshlayman. Xo'p. Yaxshi. Zapis xudo xolisa demak zapis agar bo'lishi bilan, yozilishi bilan men YouTube'ga joylayman. Mabodo qaysidir savolga javob bilan eshita olmay qoladigan bo'lsangiz, mabodo internetda qanaqadir muammolar bo'ladigan bo'lsa, qaytib kirib boyagidek eshitishingiz mumkin bo'ladi. Xudo xolisa zapis demak yoziladi degan umiddaman. Xo'p, yaxshi. Qani unaqa bo'ladigan bo'lsa, o'rtoqlar ketdik. Bir boshidan demak boshlaymiz. Значит, yurak siqilish ichi torga o'xshash nevrozdanmi? Zo'b kasalligidan nevrozni nima farqi bor deb so'rabdilar. Xo'p, qarang, mana bunaqa narsa. Zo'b kasalligi degani bu qalqonsimon bez faoliyatini, demak, qalqonsimon bez faoliyati ishlab chiqaradigan ma'lum bir gormonlarda demak muammolarni bo'lishi. Bu gormonlar haddan tashqari ko'p ishlab chiqarilishi, bu gormonlar haddan tashqari kam ishlab chiqarilishi holati vaziyatiga nisbatan demak shu qalqonsimon bez kasalliklari endi o'zimizning xalq tilida aytganda shu zo'b kasalligi deb aytiladi o'rtoqlar. Endi zo'b kasalligi bilan nevroz orasidagi farq shundan iboratki, zo'b kasalligida biz o'sha demak bizani gipofizimiz tarafidan, bizani qalqonsimon bez faoliyatimiz tarafidan, bizani demak buyrak usti bezlarimiz tarafidan ishlab chiqariladigan gormonlar bo'yicha biz qon tahlillari topshiramiz. TTG, T3, T4 kabi demak qon tahlillari, gormonal qon tahlillari mavjud hisoblanadi. Va ayni damda qalqonsimon bez faoliyatini demak nima qilamiz? Biz UZI qildiramizda, ultradovozli tekshiruvdan o'tkazamiz. Agardaki mana shu pokazatellarda demak muammo bo'ladigan bo'lsa, ko'proq, kamroq, ya'ni gipotireoz, gipertireoz holatlari, qanaqadir autoimmun boshqa demak muammolar bo'ladigan bo'lsa, bu demak shu qalqonsimon bez faoliyatini kasalliklari hisoblanadi va bu bilan vrach endokrinolog shug'ullanadi. Endi nevroz nima? Nevrozdan buni nima farqi bor deydigan bo'ladigan bo'lsak, misol uchun siz mana shu qon tahlillarini topshirganligingizda, gormonlarni topshirganligingizda sizda hammasi joyida chiqadi. Sizda qoningizda o'sha TTG, T3, T4, tam testosteron, tam prolaktin va hokazo kabi gormonlar hech qanaqangi faoliyatida muammo bo'lmaydi. Siz bu qog'ozni UZI qildirganligingizda bu qog'ozni ham hammasi joyida chiqadigan bo'ladigan bo'lsa va sizda qo'rquv, xavotir holatlari bo'layotgan bo'ladigan bo'lsa, bu unda nevroz hisoblanadi.
Endi zo'b kasalligida yurak siqilish yoki ichi torga o'xshash degan holat vaziyat bo'lmaydi. Zo'b kasalligida haqiqatda taxikardiya holati deymiz, ya'ni yurak demak pulsini urib ketishi ko'proq bo'lishi mumkin bo'ladi. Yukida bo'ladigan bo'lsa, inson xavotirga, vahimaga tushadigan ham holatlar vaziyatlar sodir bo'lishi mumkin bo'ladi. Опять-таки, bu zo'b kasalligimi, bu nevrozni aniqlab olish juda ham oson. 3-4 ta analizni topshirasiz, endokrinolog назначенияsi bo'yicha o'sha TTG, T3, T4 lar topshiriladigan bo'ladigan bo'lsa, в принципе, o'ta norma bo'ladigan bo'lsa, siz aytayotgan holat vaziyat juda katta ehtimol bilan bu nevrozli holatidan demak hisoblanadi. Keyingi savol. Menda oxirgi payt muammolar haqida o'ylasam, o'zim kontrol qila olmaydigan harakatlar qilyapman. Masalan, qo'lim ko'tarilib ketadi to'satdan yoki oyog'im ko'tarilib ketyapti. O'zimni boshqara olmay qolyapman. Endi ko'tarilib ketadi degan savol, gapirayotgan gapingizga savol bilan murojaat qilgan bo'lardim. Misol uchun ko'tarilib ketadi, bundoq turgan qo'lingiz mana bundoq bo'lib ketib qoladi, misol uchun. Yokida bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir qo'lingizda titrashni his qilasiz. Yokida bo'ladigan bo'lsa, oyog'ingizda misol uchun o'tirganingizda titrash holatlari, vaziyatlari bo'ladimi degan narsani aniqlashtirish kerak bo'ladi avvalambor. No, в принципе, boygindek biz ancha o'zimizni nazorat qilishga harakat qiladigan bo'lsak, asabiylashadigan bo'ladigan bo'lsak, tanamizda как будто o'zgacha, g'alati, boshqacha xatti-harakatlar bo'lib ketayotgandek bo'lib ham man nazorat qilishga harakat qilayotgan tanamni qismi как будто nazoratimdan chiqib ketayotgandek bo'lgan holatlar vaziyatlarni inson his qilishi mumkin bo'ladi. Albatta bu nevropatolog bo'lgandek, tam klinik psixolog, psixoterapevt demak diagnostikasini talab qiladigan holat vaziyat hisoblanadi. Xo'p, keyingi savol, aybdorlik hissini tagida nima yotadi? Aybdorlik hissi har doim bizda ilmda ikki xil ko'rinishga ajratamiz. Birinchi ko'rinishdagi aybdorlik hissi o'rtoqlar, bu qachonki men haqiqatda nimadadir ayb ish qilib qo'ydim, misol uchun. Bu nima deydi, asosli demak aybdorlik hissi bo'ladi. Ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa, nevrotiskiy aybdorlik hissi deyiladi yoki bo'ladigan bo'lsa, toksichniy takoy, zaharli aybdorlik hissi deyiladi. Zaharli aybdorlik hissida, to есть o'zi meni hech qanaqangi bu yerda aybim yo'q. Meni bu bo'lgan holatga, vaziyatga umuman aloqam, daxlim yo'q. No, mana shu holatga, vaziyatga nisbatan men o'zimni aybdor his qilaman degan holat vaziyat. Endi agardaki bunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, biz bu narsani tagida nima yotadi? Bu narsani tagida perfeksionizm yotadi. Men idealniy bo'lishim kerak. Men hech qachon xato, kamchilik qilishim kerak emas. Menda minus bo'lishi kerak emas. Meni qilgan hamma o'tmishdagi qilayotgan va qiladigan harakatlarim hammasi idealniy bo'lishi kerak degan holat vaziyatda inson talabida yashash. Va xohlimiz ham hammamiz bandamiz, hammamiz qayerdadir nimadir noto'g'ri gapirib qo'yamiz, ish qilib qo'yamiz va hokazo va hokazo. Va bu narsa natijasida bo'lgandek xato. Lekin o'sha inson o'zini ichidan perfeksionizmi bo'lganligini hisobiga, o'ziga shu narsani demak ruxsat bera olmaganligini hisobiga, unda aybdorlik hissi nihoyatda yuqori bo'ladi, chem misol boshqa odamlarga qaraganda. Shunaqangi nevroticheskiy, patologicheskiy, toksicheskiy aybdorlik hissini tagida perfeksionizm yotadi har doim. Keyingisi. Hamma narsa haqida o'ylayveradigan bo'lib qoldim. Xayolimga yomon narsalar kelaveradigan bo'lib qoldi. Qanaqadir напряжениyaga tushib qoldim. Yopiq klubga marhamat, yopiq klubda xudo xolisi mana shu hamma bo'lmas narsalar haqida o'ylayverish, sabablari, nimadanligi, sabablari, nima qilish haqida biz boyagindek gaplashamiz, ishlaymiz. Bu endi ikki og'iz qisqa qilib aytib ketganda, sizni markaziy nerv tizimingiz nihoyatda haddan tashqari toliqqanligi, sizni demak o'zingizni kontrol qilishingiz uchun, nazorat qilishingiz uchun, qo'rquvingiz, xavotiringiz bosib turishi uchun javob beradigan ma'lum bir bosh miyangizdagi psixik holatingiz uchun javob beradigan demak neyromediatorlarning boyagindek yaxshi ishlamayotganligidan darak beradi va shu narsani hisobiga demak sanasidagi shu напряженный qanaqadir bosimga kirib ketadigan bo'lib qolgansiz va juda katta ehtimol bilan uzoq muddat surunkali stressda yashab kelgansiz yokida hozirgi kunda ham boyagindek yashayapsiz. Shu narsani hisobiga ushbu holat, ushbu vaziyat sizda sodir bo'layotgan bo'lishi mumkin bo'ladi. Keyingisi savolim, obsessiv kompulsiv buzilish bo'yicha juda ko'p qo'limni yuvaman, mikrob kirlardan qo'rqaman. Odamlar bilan ko'rishib, juda tez qo'limni yuvib tashlayman. Bundan qutulish uchun yordam bering. Obsessiv kompulsiv buzilishlar, obsessiyalar degani bu hayolimizda aylanadigan ma'lum bir yopishqoq fikrlar. Sen kirib bo'lib qolding, sen hozir kimgadir zarar berib qo'yishing mumkin. Sen hozir gunoh ish qilib qo'yishing mumkin. Hozir sen o'zingga bir qanaqadir xatti-harakat qilib qo'yishing mumkin, kirlanib qolishing mumkin degan yopishqoq xayollarni, fikrlarni, kompulsiyalar bo'ladigan bo'lsa, mana shu holatda, vaziyatda oldini olish uchun, men qanaqadir mikrob yuqtirib olish uchun qiladigan meni odatlarim, rituallarim boyagindek hisoblanadi. Haqiqatda bu narsani biz obsessiv kompulsiv buzilish nomlaymiz. Obsessiv kompulsiv buzilish tushunasizmi? Bu nevrotik buzilishlarning orasida eng qiyin, eng og'ir, eng sekin davolanadigan holatlardan, vaziyatlardan biri hisoblanadi. Shu sababli ham obsessiv kompulsiv buzilishlarda bizda katta dozalarda antidepressantlar kerak bo'ladi. Birinchi etapda va uzoq muddat ichish kerak bo'ladi antidepressantlar. Ikkinchi etapda bo'ladi
degan bo'lsa psixoterapiya, exposure response prevention degan demak shunaqangi obsessiv kompulsiv buzilishlarda o'zini demak klinik isbotiga ega bo'lgan psixoterapiya ham shunaqangi ko'rinishi, shunaqangi shakli mavjud hisoblanadi. Va mana shu demak mana shu psixoterapiyada demak siz ishlashingiz kerak va lozim hisoblanadi. Shu narsada demak mutaxassislashgan psixolog, psixoterapevt bilan. Yopiq klubda ham bunga xudo xolisa alohida demak biza bir mavzu, men darslarni bunga bag'ishlayman. Yopiq klubga bu masalada qo'shilsangiz ham bo'ladi. No, agarda haqiqatda bo'lgandek sizni yopishqoq xayollaringiz bor, kompulsiyalaringiz mavjud bo'ladigan bo'lsa, demak individual terapiya nihoyatda bu yerda muhim hisoblanadi va kerak bo'ladi. Shuning uchun vrach psixiatrga preparatlar uchun borishimiz kerak bo'ladi, psixolog, psixoterapevtga psixoterapiya uchun kelishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, menda qo'rquv, vahima o'chib tushish, jahlim chiqishi chuv yoqmaydi, o'zimni yo'qotib qo'yaman. Tak. Juda katta ehtimol bilan qanaqadir nevrotik buzilishlar bitta ko'rinishi, bitta shakli ketyapti. Bu narsani aniqlashtirib diagnostika qilish kerak bo'ladi. Xo'p, men nevrozda asabiylashgan paytim qanaqa Menda nevrozda asabiylashgan paytim o'zimga kelishim haqida qanaqa maslahat bering? Mana bunaqa narsada o'rtoqlar, nima desa bo'ladi? Ana katta tishu tog'orani biza nima desa bo'ladi? Bundoq kichkinagina shu suv oqayotgan joyimda qo'limiz bilan ushlab turadigan bo'ladigan bo'lsa, как будто suvni to'xtatib qola olmaymiz-da. Nima demoqchiman? Tushunasizmi? Sizda nevrozmi, depressiya, mana bunaqangi o'zingizni nazorat qilishga, o'zingizni boshqarishga harakat qilishga qiyinchiliklar bo'lyaptimi? Tushunasizlar, bu vряд ли siz o'zingizni nima desa bo'ladi, qanaqadir ikkita og'iz maslahat bilan asabiylashmang, chuqur nafas oling degan narsa bilan vряд ли siz o'zingizni nazorat qila olasiz, o'zingizni boshqara olasiz. Agarda shu narsani qilish imkoniyati bo'lganda, ilojisi bo'lganda, juda katta ehtimol bilan siz nima desa bo'ladi, qiynalmasdan, mendan yordam so'ramasdan o'tirgan bo'lasiz. Demoqchi bo'lganim o'rtoqlar, mana bu asabiylashgan paytda o'zingizni siz boshqara olishingiz uchun, o'zingizni nazorat qila olishingiz uchun siz asosiy muammoni, to есть nevroz, depressiyani boyagini davolayotgan bo'lishingiz kerak bo'ladi, bu bir. Va bundan ham asosan siz o'zingizni shu narsaga sizga olib kelib qo'ygan sabablarni ustida harakat qilayotgan, ishlayotgan bo'lishingiz kerak bo'ladi demoqchiman. Endi asabiylashyapsiz, misol uchun, xo'p, nimaga asabiylashyapsiz? Misol uchun, o'rinli narsaga asabiylashyapsiz, misol uchun. Har kuni erishib kelyapti, sizni kelib tep kelyapti, misol uchun. Bunga asabiylashmasdan iloji yo'q-da. Bunga asabiylashamiz. Yokida o'rinsiz narsaga asabiylashyapsiz, misol uchun, vроде hech kim hech narsa deyotganligi yo'q, siz o'zingizdan problema yaratib, misol uchun, muammo qilyapsiz, misol uchun. Bu narsalarni hammasini aniqlashtirish kerak bo'ladi demoqchiman. No, aytmoqchi bo'lganim, любой biza уже ma'lum bir diagnoz haqida gapirganligimiz, u nevroz bo'lsin, depressiya bo'lsin, boshqa holat bo'ladigan bo'lsa, bu yerda bitta dona maslahat bilan ish bitib qolmaydi o'rtoqlar. Bu yerda yagona va bitta maslahat mutaxassislarga borish, yoki psixiatrga, yoki nevropatologga uchun borish, psixolog, psixoterapeutga psixoterapiya uchun kelish kerak hisoblanadi. Вот o'shanda nima qilish mumkin? Mana asabiylashaman degan gapni gapiramiz, misol uchun aytadigan bo'lsak, mana deylik, men 10 ta odam qabul qildim. 10 ta odam deyarli hammasi menga bir xil shikoyatni gapiradi. Misol uchun kimdir aytadi, menda voqma deydi, kimdir aytadi, misol uchun sizga o'xshab men asabiylashaman deydi, kimdir aytadi, menda qanaqadir qo'rquv, xavotir bor degan narsani aytadi. No, o'sha 10 ta odamni nima uchun asabiylashishi, nima uchun xavotirga tushishi, nima uchun xayoliga, fikriga misol uchun har xil narsalarni kelishini 10 xil sababi bor. 10 xil sabab bor. Endi o'shaning uchun ham bu yerda nima desa bo'ladi, universal mana bundoq qilsangiz siz hech qachon asabiylashmaysiz degan narsani boyagindek aytish qiyin bo'ladi. Keyingi masala, qanchalik darajada normada asabiylashasiz, misol uchun. Asabiylash ham normal holat hisoblanadi. No, asabiylashda ham asabiylash bor va hokazo. To есть shu sababli ham samoregulyatsiya uchun обязательно psixoterapiya bilan shug'ullanish kerak bo'ladi masalan. Assalomu alaykum. Besabab bosh aylanishi, turli yig'ilishlarda betoqat bo'lish, turli vahimalar kelishi, oshqozonni sababsiz og'riqlari, o'zingizda achchiq suv kelishi, doktorlar topolmayapti, muammolarni asabdan deydi. Nevrozmi, depressiyami? Bu qancha davom etadi? Bunga yo'qotish nimalarni maslahat berasiz? Juda katta ehtimol bilan biza yokida somatoform buzilishlar haqida gaplashyapmiz, yokida generalizovanное тревожное расстройство haqida, ya'ni umumiy xavotir buzilishi haqida gaplashyapmiz. Variant B, endi bu eng krayniy variant, bu qanaqadir panik atakalar bo'lishi mumkin bo'ladi. Bu depressiya emas. Agarda kim misol uchun asosan vohma bo'layotgan bo'ladigan bo'lsa, misol uchun. Endi bu narsani aniqlashtirish kerak, nima qilish kerak bo'ladi. No, misol uchun siz vrachlarga bordingiz, sizdan hech qanaqa kasal topishmadimi, misol uchun taningizda hammasi joyida turibdimi? Analiz показательlaringiz misol uchun normada turibdimi? Bu juda katta ehtimol bilan o'sha emotsional buzilish haqida
vrachik buzilishlar haqida demak biz gapirayotgan bo'lamiz. Bu qancha davom etadi? Bu sizni davolanishingizga qarab davom etadi. Davolansangiz tezroq ketadi. Davolanmasangiz boyagina yillar davomida yuraverasiz. Buni o'z-o'zidan o'tib ketishini men kutishni tavsiya qilmayman. Odamlar 10 yildan beri kutishadi, 5 yildan beri kutishadi, 15 yildan beri kutishadi o'z-o'zidan o'tib ketishini. Bu o'z-o'zidan o'tib ketmaydi-da. Bir xil doktorlarda, bir xil vrachlarda ozgincha anaqa o'tib ketadi degan holatlar, vaziyatlar bo'ladi. Aytishadi. Но опять-таки bu o'tib ketishi mumkin qachonki расстройство adaptatsiya degan narsa bor. Расстройство adaptatsiya degani agardaki siz mana normada ketayotgan hayotingiz bor edi va mana shu normada ketayotgan hayotingizda birdaniga qanaqadir katta серьезный o'zgarish bo'ldi. Variant A siz ishingizni yo'qotdingiz, variant B siz hayotingizda qanaqadir yo'qotishga uchradingiz. Variant C misol uchun yana qanaqadir siz kutmagan, siz reja qilmagan holat vaziyat bo'ldi. Mana shu holat 6 oygacha bo'lgan muddatda o'tib ketishi mumkin bo'ladi. Agardaki 6 oygacha bo'lgan muddatdan keyin ham o'tib ketmadimi, unda u yog'iga mana серьезный ishlash kerak bo'ladi. No, agardaki sizga tuyulishi bo'yicha qanaqadir konkretni sabab tufayli boygindek boshlanmagan bo'ladigan bo'lsa bu holat, unda o'z-o'zidan o'tib ketishini boygindek kutib umid qilib o'tirishimiz kerak emas. Bu narsani ustida jiddiy shug'ullanib, jiddiy boygindek ishlashimiz kerak bo'ladi demoqchiman. Buni shunaqangi o'zini ma'lum bir mezonlari bor. Keyingisi, assalomu alaykum. Menda ipokondriya yopishqoq xayollar bor. Doimiy o'ylab yuraman, doktorga borgim kelaveradi. Go'yo simptomlar haqiqiydek tuyuladi. Ichak bilan miya bog'liq bo'ladimi? Bu qanchalik to'g'ri? Proktolog menga psixoterapevtga murojaat qiling dedi, lekin muammo ichagimda-ku. Juda ham yaxshi narsani so'rayapsiz. Ilmda shunaqangi tushuncha bor. Brain gut disease deydi bu narsani. Brain gut disease degani o'rtoqlar, mana sizlarni insonni miyasida uni qo'rquv xavotiri uchun, uni qo'rquv xavotiri, uni kayfiyatini regulyatsiya qiladigan gormon bor. Neyromediator bor. Bu narsani nomini biz serotonin deb nomlaymiz. Serotonin bosh miyani ichida bo'ladi va serotoninning ikkinchi eng ko'p miqdori sizning ichinglaringizda bo'ladi. O'shaning uchun ham ko'pchilik boshlang'ich etapda antidepressantlar guruhiga kiruvchi preparatlarni qabul qilayotganda kimnidir ichi ketib qoladi, kimnidir ichi qotib qoladi. Ya'ni antidepressantlar oshqozonga juda ham katta reaksiya qiladi. Nega? Chunki ichida ham, bosh miyada ham biz serotoninni boshlang'ich etapda ko'payishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu bir. Ikkinchidan bo'ladigan bo'lsa, mana shu brain gut disease o'sha miya va demak ichinglar bir-biriga nihoyat uzviy bog'langan bo'ladi, birinchidan. Ikkinchidan bo'ladigan bo'lsa, shunaqangi ta'sirlangan ichak sindromi, ya'ni расстройство ta'sirlangan ichak sindromi deyiladi ruschasida SRK. Sindrom раздраженного кишечника degan holat vaziyat mavjud hisoblanadi. Ushbu holat vaziyatda biz ichaklarni tekshirganligimizda, biz oshqozonimizni tekshirganligimizda, biz kolonoskopiya qilganligimizda, gastroskopiya qilganligimizda, barcha demak gastrologik analizlarni topshirganligimizda, masalan, Helicobacter pyloriga topshirasiz va hokazo qilasiz, sizda hech balo topishmaydi. No, siz aziyat chekayotgan diareyiz misol uchun, ichaklaringiz og'rig'i 6 oydan oshiq muddatda siz o'sha spazmlarni qoldiradigan dorini ichsangiz ham, ich qotiradigan dorini ichsangiz ham va hokazolarni ichadigan bo'ladigan bo'lsangiz ham qo'yib yubormaydi, o'tib ketadi. O'tib ketmaydi aniqroq. Вот mana shu holatda vaziyatda bizga ta'sirlangan ichak sindromi deb nomlashimiz mumkin bo'ladi va bu gastroenterologiический problema emas, ichaklarning muammosi emas, bu psixikaning problemasi hisoblanadi. Shu sababli ham ma'lum bir preparatlar uchun demak ich ketishini yoki o'sha ichaklardagi spazmlarni oldini olish uchun biz antidepressantlar guruhiga kiruvchi preparatlarga murojaat qilamiz, ularni qabul qilamiz va o'zimizning xavotirlarimiz, o'zimizning ichki holatlarimiz, vaziyatlarimizni ishlash uchun imенно demak psixolog, psixoterapevtga murojaat qilishimiz kerak bo'ladi. Shu sababli ham sizga proktolog, psixoterapevtga murojaat qiling degan bo'ladigan bo'lsa, doktoringiz juda ham gрамотный ekan. Demak anaqaga nima desa bo'ladi, psixoterapevtga murojaat qilish kerak bo'ladi. Bu 100% bog'liq. O'rtoqlar, esimizdan chiqarmaylar, mana shu narsani har doim yetkazishga tushuntirishga harakat qilaman deb. Butun taningiz bo'ylab, butun taningizni boshqaradigan u ichagingiz bo'lsin. U jinsiy organizm bo'lsin. U sizni taningizdagi bezlar bo'lsin, u yuragingiz bo'lsin, oshqozoningiz bo'lsin, farqi yo'q. Qo'pol qilib aytganda siz orqangizdagi teshigingiz bo'ladigan bo'lsin, axlat chiqarmaydi. Bu hamma narsa o'rtoqlar manbatdan boshqariladi. Manbat joyida bo'lmaydigan bo'ladigan bo'lsa,
mana bu yerda regulyatsiya qilib mana bu narsa joyiga qo'yilmaydigan bo'ladigan bo'lsa, insonni tanasida funksional buzilishlar degan tushuncha bor. Funksional buzilishlar degani sizni yuragingiz soppa-sog' bo'ladi, ichinglaringizda hech balo bo'lmaydi, oshqozoningiz top-toza bo'ladi. Demak, o'pkangiz misol uchun hamma joyda hech qayerda hech qanaqangi problema bo'lmaydi. Lekin ular ishlashga qiynaladi, ular noto'g'ri ishlashni boshlaydi. Nega? Chunki miyadan siz pastaganni, xavotirda, vohmada, tushkunlikda, qo'rquvda bo'lganligingiz uchun mamiyaqqa reaksiya noto'g'ri beradi. Qayerdadir miya haddan tashqari o'tkir reaksiya beradi, qayerdadir boyginlik sekinlashtirib qo'yadi o'sha holatda vaziyatni faoliyatini. Va shu sababli ham boyginlik sizda muammo bo'ladi. Shuning uchun ham siz boyginlik proktologga, gastroenterologga misol uchun borasiz, endokrinologga borasiz, sizdan hech kim hech qanaqa kasal topmaydi. Nega? Chunki kasal oshqozonda emas, ichida emas, kasal mana bu yerda. Bu narsani boshlang'ich etapda psixiatr dorisi bilan, u yog'iga psixoterapiya bilan to'g'irlash kerak bo'ladi. Xo'p, salom, men 4-5 yildan beri nevrozdan aziyat chekaman. Qon bosimi, boshqa shovqin dorilar ichaman. Endi ozroq tushunyapman. Ko'p xayol surish, har xil xayollar kelaveradi. Uxlash qiyinlashadi. Shu narsani yo'qotsam tuzalmaymanmi? Shunga yordam bering. Qarang, sizni 4-5 yildan beri muammoyingiz qulog'ingizda shang'illashi, xayolingizga har xil fikr kelishida emas. Sizni 4-5 yildan beri muammoyingiz, siz nazorat qila olmayotgan, siz kontrol qila olmayotgan, sizni ichki qo'rquvingiz, ichki xavotiringiz hisoblanadi. Ichki qo'rquv, ichki xavotir pasaygandan keyin har xil fikr xayollar ham kelishni to'xtatadi, uyquni qochib ketishi ham joyiga keladi va hokazolar ham boyginlik joyiga keladi. Endi dorilar ichaman deyapsiz. Qanaqa dorilar ichayotganligingiz menga demak qorong'u, men bilmayman. Bunaqa holatda demak biz asosan antidepressantlarni qabul qilishimiz kerak bo'ladi. Antidepressantlarni 2 oy va undan u yog'iga oshiq muddat qabul qilganingizdan keyin, ichganingizdan keyin u yog'iga psixoterapiya bilan boyginlik shug'ullanish kerak bo'ladi. Xo'p, doridan voz kecha olmaslik nimaga olib keladi? Masalan, amitriptilin. Doridan voz kecha olmaslik endi dorisiga qarab. Prosta nima desa bo'ladi? Misol uchun agar amitriptilin masalasini oladigan bo'lsak, amitriptilin ozgincha demak jigarlarga, yuraklarga sal-pal toksichniroq bo'lgan holat vaziyat hisoblanadi. Shuning uchun bu degani обязательно shu dori sizni yuragingizga kasal qiladi degani emas. Prosta siz qolgan organlaringizni ham bo'limining nazoratda, bo'limining boyginlik tekshiruvda ushlab turishingiz kerak bo'ladi demoqchiman. Bu dori masalasida boyginlik shu narsani aytishi mumkin. Endi nima desa bo'ladi? Dorini kecha olmaslikning ikkinchi psixologik sababi inson o'zidagi neuvernost, o'zida boyginlik ishonchini past bo'lib qolishi. To есть mana shu dori ushlab yuribdi, mana shu dori tuzatyapti. Agardaki men hozir shu dorini to'xtatadigan bo'ladigan bo'lsam, meni mazam qochib qoladi. Chunki amitriptilin, опять-таки, tushunasizmi? Bu qaramlik chaqiradigan dori emas-da. Bu qaramlik qilib, insonda fiziologik qaramlik chaqiradigan dori hisoblanmaydi. Unaqa dorilar sirasiga kirmaydi amitriptilin. Sababli voz kecha olmayapman degani juda katta ehtimol bilan siz o'zingizda demak ma'lum bir psixologik doriga bog'lab qo'yganligingiz bo'lishi mumkin bo'ladi. Keyingisi, assalomu alaykum. Men o'zimni nevroz bo'lib qolganimni endi sizni videolaringizni ko'rib bildim. 5 yildan beri azobdaman. Doim bosh aylanishi, shart-qiz, vahima, qo'rquv, yomon xayollar, qizib ketish, terlash, yurak siqilishi, ipokondr, ichki titroq, davleniya hokazo. Juda ko'p doktorga bordim, ko'p dori ichdim. Endi asta-sekin o'zimni shu holatdan chiqishga harakat qilaman. Lekin aytingchi, uyquga yotib, endi uxlayotganimda ko'krak qafasimda bir narsa shuv etib boshimga borib, boshim aylanadi. Shu zahoti turib ketaman. Bu nimadan? Bundan qanday qutulsam bo'ladi? EKG yem yaxshi chiqdi, norma. Javob uchun rahmat. Xo'p, endi qarang, tushunasizmi? Sizda asosiy problemangiz bu расслабиться qilishda, bo'shashishda hisoblanadi. Ya'ni kim ba'zi bir xil insonlarda shunaqangi holat bo'ladiki, ular kun davomida siz yurganingizda, turganingizda naprejeniyada yurasizda. Ba'zi bir xil insonlarda bo'shashaman deyishida, to есть yotib endi bo'sh bo'laman deganda, o'sha bo'shashishi ularda battar naprejeniyani boyginlik ko'tarib yuborishga sababchi bo'ladi demoqchiman. O'shaning uchun ham boyginlik nima desa bo'ladi? Albatta nima dori ichayotganlaringiz bu yerda qiziq. To есть nima dori qabul qilsa, nima ichayotganlaringiz qiziq hisoblanadi. No, boyginlik siz aytayotgan holat vaziyat klassik ham o'sha nevrotik buzilishlarning boyginlik simptomi hisoblanadi. Muammosi o'sha bo'shashishga imkoniyat sharoit bo'lganda, shu bo'shashayotganligingizdan demak, miya sizga qo'rquv, xavotir ko'tarib yuboradi. Bu bitta taraf. Ikkinchi taraf bo'ladigan bo'lsa, men fantaziya qilaman, bunaqa holat kimlarda bo'ladi? Agardaki sizni kechqurunda birinchi ilk panitika atakangiz, og'ir holatingiz kechasi o'sha uyquga yotayotgan paytingizda kechasi misol uchun bo'ladigan bo'lsa, miya shu narsani eslab qoladi-da, shu sababli ham sizni miyangiz uchun uyquga yotish hozir очередной раз panitika atakani misol uchun boshlanishi degan
sog'liqli такой refleks paydo bo'lib qolgan bo'lishi mumkin-da. Va shu narsani hisobiga ham shu yotaman deganingizda qanaqadir ichingizdan qo'rquv, ichingizdan vahmalar ko'tarilib boyginga ketayotgan bo'lishi mumkin hisoblanadi. Tibbiy jihatdan yaxshi bo'ladigan bo'lsangiz, bu juda ham yaxshi, a'lo darajada bu yog'iga inson psixoterapevtik ishlashi kerak bo'ladi. Yopiq klubga qo'shiling agarki hali yo'q bo'ladigan bo'lsangiz, u yerda именно mana shu такой panический atakalar masalasida juda ham ko'plab ma'lumotlar berganman, olib foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Nevrozda qon bosimi xavflimi? Yo'q, nevrozda qon bosimi xavfsiz. Agardiki nimasi bo'ladi, yuragingiz toza bo'ladigan bo'lsa, xolesterin past bo'ladigan bo'lsa, boyginlik qon tomirlarida hech qanaqangi xolesterinlar bilan plyashkalar yig'ilmagan bo'ladigan bo'lsa, qon bosimingiz 140 gacha bo'lganda ko'rinishli shaklda ko'tarilayotgan bo'ladigan bo'lsa, bu в принципе безопасный hisoblanadi. Assalomu alaykum. Menda savolim bor edi. Nevrozman, bilaman. 3 yil avval onamni yo'qotdim. Ko'zim bilan ko'rib juda qattiq ta'sirlandim. Shundan keyin davleniya oshadigan bo'lib qoldim. Yurak tezlashadi. 2 yildan beri yuragim uchun dori ichib kelaman. Hamma tarafdan sog'lom deyshadi doktorlar. Sezgirligim yuqori darajada, ayniqsa magnit havoga davleniya 130 ga 90 bo'lsa ham panika kelaveradi. Chidolmay qolaman. Gohida bir xillik takrorlanishi zada qilgandek bo'ladi. Mening savolim shuniki, mendagi holat davleniya kasalmi yoki nevrozdan shunday oshyaptimi? Bosim nima qiling? Psixiatrga borib dori ichasiz, birinchi o'rinda keyin uyog'iga psixoterapiya bilan shug'ullanasiz. Bu davleniya kasal hisoblanmaydi. 130 o'rtalar bu davleniya emas. Bu bir. Ikkinchidan bo'ladigan bo'lsa, bu yurak dorini ichib yurish ham sal-pal g'alatiroq, agarda yuragi sog'lom bo'ladigan bo'lsa. Biz operatsiyaga bu yoqqa ta'sir qilishimiz kerak bo'ladi. Bu yoqqa ta'sir qilishingiz uchun imенно qo'rquv xavotir bosadigan antidepressantlar ichilishi kerak bo'ladi. Undan u yog'iga boyginlik psixoterapiyada siz ham xavotir qo'rquvlaringizni yengishingiz kerak bo'ladi demoqchiman. Bu shu ko'rinishda shu shaklda nima qilish kerak, ishlanishi kerak, joyiga qo'yilishi kerak. Keyingisi birinchi savol, paranoya qanday kasallik? Ikkinchi savol, paranoyaning boshqa ruhiy kasalliklardan alohida qanday farqi bor? Javob uchun oldindan rahmat, hurmatli Jadulxon Asadullayev. Xo'p, savol uchun sizga ham rahmat. Paranoya degani bu deyarli mustaqil kasallik hisoblanmaydi paranoya. Paranoya bu asosan demak shaxs demak lичностное расстройство deydi. Shaxs patologiyalarini va eng ko'p holatlarda shizofreniyani ichida keladigan holat hisoblanadi. Paranoya degani menga kimlardir, nimalardir zarar yetkazmoqchi. Ya'ni paranoyasi bor bo'lgan inson aytadi, hozir mana shu odam menga ekrandan meni zaharlamoqchi, ekrandan meni o'ldirmoqchi misol uchun. Yoki meni orqamdan kuzatishyapti, meni orqamdan misol uchun meni zaharlashmoqchi, meni o'ldirishmoqchi, menga qanaqadir zarar berishmoqchi degan g'oyalarni demak ta'siriga tushib qolish bu paranoya hisoblanadi. Va paranoya asosan yana qaytaraman, shizofreniya holatida keladigan holat vaziyat hisoblanadi, такой грубый formada. Endi ikkinchi o'rinda bo'ladigan bo'lsa, paranoidning такой shaxs tiplari bo'ladi. Shaxs tiplari yoki такой расстройство личностьlar bo'ladi. Bularda insonni nihoyatda haddan tashqari shubhada ekanligini, atrof muhitga umuman ishonmasligini, boyagindek yana qaytaraman, dunyo menga qarshi, menga qanaqadir zarar bermoqchi, meni qanaqadir nimadir qilmoqchi degan holatda vaziyatda demak his qilishini demak ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi qadrli va mana sevimli nevrotiklarim, meni gaplarimdan qo'rqib ketmaysizlar. Demoqchi bo'lganim, sotsiofobiyasi bor bo'lgan insonlar ham shubhalanishi mumkin bo'ladi. Paranoyadagi bor bo'lgan insonlar ham atrofiga nisbatan shubhalanishi mumkin bo'ladi. Nevrotiklarda sotsiofobiyasi bor bo'lgan insonlar shu odamlar bilan muloqot qilayotganda, ko'pchilikning orasiga kirayotganda, ular ham qanaqadir shubhada bo'ladi, xavotirda, qo'rquvda bo'ladi, lekin ular aytadiki, odamlar meni ustimdan kulishi mumkin. Men hozir qanaqadir noto'g'ri o'rinda, noto'g'ri ko'rinishda gapirib qo'yishim mumkin, aytib qo'yishim mumkin. O'shanda odamlar meni mazax qilishi mumkin degan xavotir bo'ladi. Nevrotiklarda, takoy sotsiofobiyasi bor bo'lgan insonlarda, paranoyasi bor bo'lgan insonda bo'ladigan bo'lsa, odamlar menga zarar berish uchun, meni o'ldirish uchun, meni jinni qilish uchun, meni qanaqadir boshqarish uchun, meni bir narsa qilish uchun reja tuzishyapti, o'sha narsani harakatida qilishyapti degan boyginlik holat vaziyat hisoblanadi. Bu demak paranoyani asosiy belgilari, asosiy ko'rinishlari demak hisoblanadi. Paranoidalniy shizofreniya degan holat kasallik mavjud hisoblanadi. Bu shizofreniyaning eng og'ir ko'rinishlaridan, og'ir formalaridan plus-minus biri hisoblanadi. Takoy katatoniskiy shizofreniyadan keyin unda ham shu inson boyginlik ideyalar bo'ladi. То есть meni tam prezidentlar tam anaqa qilyapti, shaytonlar meni bir narsalar qilmoqchi, misol uchun zarar bermoqchi degan ideyada, g'oyada bo'ladi. Bu mana shu holat paranoya hisoblanadi. Nayfenni qancha vaqt ichish kerak? Nayfenni endi ta'sir tugaguncha ichasiz. Nayfen o'zi aksariyat holatda 30 kundan 40 kungacha bo'lgan muddat o'tgandan keyin в принципе ta'sirini bo'lgandek berishi yo'qotadi. Уже такой o'chishni boshlaydi. Chunki retseptorlar o'rgangandan keyin, ko'nikkandan keyin уже eski effekti bo'lmay qoladi. Shuning uchun bir oydan 40 kungacha bo'lgan muddatdan keyin уже в принципе bu dori ishlashni to'xtatadi. Так.
Nega o'y-xayollar kelayotgan paytda bosh og'rib nazorat qilish qiyin bo'ladi? Agardaki sizga kelayotgan o'y-xayollarni emotsional bosimi og'ir bo'ladigan bo'lsa, ya'ni siz yomon narsani o'ylayapsiz, dahshatli narsani o'ylayapsiz, uyatli narsani o'ylayotgan bo'ladigan bo'lsangiz, bu sizda demak shu ma'lum bir miyangizga bosim paydo qilishiga sababchi bo'ladi. Shu narsani hisobiga o'zingizni og'ir his qilasiz, o'zingizni yomon his qilasiz. Endi bu har doim ham kasallik haqida emasda. Misol uchun, любой odam hozir mana misol uchun 65 ta odam meni ko'rib turibdi. Agardaki 65 ta inson hozir o'tirib hayotidagi bir qaysidir og'ir vaziyati, og'ir holat haqida eslaydigan bo'ladigan bo'lsa, o'ylaydigan bo'ladigan bo'lsa, hamma o'zini yomon his qiladi. Hamma o'zini qanaqadir kimdir yig'lashni boshlaydi, kimdir titrashni boshlaydi, kimdir va hokazo holatlar bo'ladi. Shu sababli ham bu siz imенно negativ narsani o'ylayotgan paytingizda sodir bo'ladigan klassik holat vaziyat hisoblanadi. Keyingisi, salom, 1,5 yil bo'ldi. Psixiatr Astana nevrotik sindrom tashxisini qo'ygan. 8 oy fluoxetin, 3 oy adaptol ichdim. Hozirda stop stress ichaman. 50% diqqatimni jamlolmay qolaman. Boshim karaxt, o'zimni tentak odamga o'xshataman, jinni bo'lib qolyapman deb o'ylayman. Yomon xayollar keladi. 7 yoshar qizimni o'ldirib qo'yish xayolimdan ketmayapti. Xo'p, xayollarim, tarqoq fikrimni bir joyga jamlolmayman. Hech qachon tuzalmayman deb o'ylayman. Biroq ish qilsamchi, qilmoqchi bo'lsam qilgim kelsa qilaman, qilgim kelmasa o'zim majburlab ham qila olmayman. Xo'p, endi bu holatda vaziyatda biz differensiatsiya qilishimiz kerak bo'ladi. Bu sizda depressiyami, bu sizda obsessiv kompulsiv buzilishmi? Bu bo'lay уже nima desa bo'ladi? Individual holatda vaziyatda talab qiladi bu bir. Ikkinchidan bo'ladigan bo'lsa, siz aytayotgan stop stress degan qo'shtirnoq ichidagi doringiz вряд ли bu yerda sizga yordam beradi. Fluoxetin относительно to'g'ri назначение bo'lgan, no, lekin agardaki bizani hayolimizda, fikrimizda ko'plab xayolli fikrlar bo'ladigan bo'lsa, biz fluoxetinni kattaroq dozada ichishimiz, kattaroq dozada qabul qilishimiz kerak bo'ladi. Bu bir. Ikkinchidan fluoxetinni davomli bo'lganlik ichish kerak bo'ladi. Bu ikki. Agardaki fluoxetindan effekt bo'lmagan bo'ladigan bo'lsa, boshqa bo'li kuchliroq bo'lgan ham demak preparatga o'tishimiz kerak bo'ladi. Bu ham bo'lishi mumkin, ham Rexisindir, Fivarindir, boshqa psixiatringiz bilan maslahatlashgan holatda. No, adaptol в принципе sizni holatingizda ni o чем. Bu hech narsaga prям yordam berishga qodir bo'lmagan preparat hisoblanadi. Просто fluoxetinni obsessiv kompulsiv buzilishlarda juda ham yaxshi demak ta'siri mavjud hisoblanadi, yaxshi effekt mavjud hisoblanadi. Opять-таки, kattaroq dozada ichish kerak bo'ladi vrachingiz bilan maslahatlashgan holatda. No, yana ham holatda vaziyatni aniqlashtirib, differensial diagnostika o'tkazish kerak bu masalada. Xo'p, keyingisi, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mani savolim bor. Men qattiq stress olganman, chiqib ketish qiyin bo'lyapti. Hozirda ozgina xursand bo'lsam ham, sal asab qilsam ham o'ng oyog'imda xuddi murashka yurgandek bo'lib, qo'llarimda tarqaladi. Bu kasallikmi yoki nevrozdanmi? O'zimni tinchlantirishga, o'tkazib yuborishga harakat qilaman. Valerian glitsin qabul qilaman. Uni zarari yo'qmi? Yana 6 oy oldin bir tanishim onkologiyadan vafot etdi. Bo'ynidagi limfomadan. Onkologiya chiqdi. 3 oyning ichida vafot etdi. Tashxisini eshitib o'zim qo'rqdim. Menga shu kasallik yo'qmi deb. Endi bo'ynim tagida bir ish paydo bo'ladi, bir yo'qoladi. Qanday yo'l tutsam bo'ladi? Javobingiz uchun oldindan rahmat. Xo'p, birinchi o'rinda siz aytayotgan holatli vaziyatda bu klassik nevrotik расстройстволарning belgisi hisoblanadi, тревожное расстройстволарni. То есть nevroz hisoblanadi. Birinchi masala, ikkinchi masala bo'ladigan bo'lsa, glitsin bilan valerianka bu vряд ли sizga yordam beradi. O'zingiz ham glitsinni ham, valeriankani ham ovora qilib bu dorilarni ichib yurmang, потому что bu sizning holatingiz vaziyatingiz uchun absolyutно бесполезно bo'lgan dorilar hisoblanadi. Bu yerda biz уже более серьезныйroq preparatlarni qabul qilishimiz kerak bo'ladi. Birinchisi, ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa, tushunasizlar, mana bir odamdan bir simptomni eshitdinglar. Men har doim aytaman, o'shaning uchun har balo narsani internetga kirib o'qirmaylar deyman. Har balo narsani odamlar bilan gaplashirmaylar degan narsani bekorga aytmayman. Chunki nevrozda yashayotgan odam simptomini o'ziga yuqtirib yuradi. Siz birovda eshitgan simptomingiz реально sizda paydo bo'lishi mumkin bo'ladi. Это не обозначает, что sizda ham limfoma boshlandi degan joyi yo'q. Просто siz nevrozda inson shu darajada внушениyaga, ta'sirchanlikka boy bo'lib ketadiki, shu darajada miya уже boshqacha ko'rinishda, boshqacha shaklda ishlaydiki, inson eshitgan simptom ertaga o'zida his qilishni boshlaydi. 10 ta nevrotikni kardiologik tam отделениyaga olib borib qo'yib, yurak kasal bo'layotgan odamlarni suhbatga qo'yib qo'yadigan bo'lsak, ertasiga shu 10 tadan deyarli 8 tasi yuragim juda bir narsa bo'ldi, yuragim juda sanchiraya, og'ridi degan holat vaziyat bo'ladi. Sababli sizning holatingiz klassik nevrotik расстройстволарning belgisi hisoblanadi. Endi opять-таки qaytaraman, bu yerda biz seryozniyroq arsenaldagi preparatlarni qabul qilishimiz kerak bo'ladi psixiatrga borib turib. Psixoterapiya bilan shug'ullanishimiz kerak bo'ladi. Nega? Chunki opять-таки obsessiv kompulsiv buzilishlarga o'xshab turib, ipokondriya bu tuzatish juda qiyin bo'lgan holatlardan, vaziyatlardan realni biri hisoblanadi. Inson
ketaveradi shu. Betimda unaqamikan, bitimda bunaqamikan. Bu eng uzoq muddatdagi psixoterapiyani talab qiladigan holatlardan, vaziyatlardan bir hisoblanadi. Даже individualniy holatda, individualniy vaziyatda ishlaganda ham. Xo'p, ichimda doimiy xavotir bor, doim xavfsirab yuraman. Mayda narsalar ham cho'chitib yuboradi. Nima qilsam bo'ladi? Yopiq klubga yoziling, masala haqida biz bir oy xudo xohlasa ishlaymiz birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda bo'ladigan bo'lsa, psixiatrga borib dori ichish kerak bo'ladi, o'rtoqlar. Miyangiz yaxshigina charchatgansiz. Shu uchun shunaqa bo'ldi. Tak. Davom etamiz. Xayrli kech, 2 yildan beri qiynalib ketdim. Bormagan doktorim qolmadi. Hech qaysi doktor topa olmadi kasalim. Sizni ro'yxatlaringizni ko'rib tushundim, nevroz ekan. Hech kim meni tushunmaydi. Bunaqa jinni ona bilan yashamayman deb kelinim ketib qoldi. O'g'lim mendan uzoqlashdi. Qarindoshlarim men bilan gaplashmay qo'yishdi. Xarakterim boshqacha bo'lib qolgan. Asabiyman, qo'rqoqman, insonlardan qo'rqaman, uydan chiqmayman, yo'q narsalardan qo'rqaman. Hech narsa yoqmaydi. Iltimos menga yordam bering. Qabulimga yozilsangiz, holatingizni, vaziyatingizni eshitib o'rganib ko'rishim mumkin bo'ladi. Jalolaxon, umumiy ahvolim yaxshi, simptomlar почти yo'q, lekin kechga yaqin zerikish bo'ladi, kechqurun xavotir bo'ladi. Menimcha, nima qilamiz? Kechqurun xavotir ko'tarilayotgan bo'ladigan bo'lsa, siz kunduzi davomida juda katta ehtimol bilan nimadirlarni ichingizda bosib yurasiz, qanaqadir напряжениyangizni bosib yuradigan bo'lasiz. Bu haqida men eng oxirgi chiqqan YouTube'dagi videorolikimda ham gapirganman. Aniqlashtiramiz. Bo'ldi, detalizatsiya qilishimiz kerak bo'ladi. Okey, xavotirlanayotgan bo'lsam, nimadan xavotirlanyapman? Kun davomida bugun nimalar meni qo'rqitdi, nimalar meni qushqonimdan chiqishga sababchi bo'ldi, nimalar menga xavotir berdi, nimalar menga stress berdi. Ertaga qanchalik darajada men o'zimga yoqadigan ishlarni qilmoqchiman. Ertangi kunim davomida qanchalik darajada menga yoqadigan, menga rohat beradigan, men xohlaydigan ishlar mavjud kabi savollarga biz javob topishga bo'yinlik harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Любой xavotir, любой qo'rquv detalizatsiya qilamiz, aniqlashtiramiz. Nima bo'ladi, nimadan qo'rqaman, nima uchun qo'rqaman, nima bo'lishi kerak, qachon bo'ludi o'zi oxirgi marta, necha kun oldin bo'ludi degan holatda ko'rinishda harakat qilish kerak bo'ladi. Men har doim aytaman, yaxshilanish har doim sekin-sekin bo'ladi. Bu haqida men yopiq qilib ham tushuntirdim aniqini, sekin-sekin bo'ladi. Сначала o'tkir simptomlar, потом keyin qanaqadir qo'rquv, fobiyalar, ana undan keyin men fikr xayollarimiz qo'yvorishga joyiga kelishi boshlaydi. Men 2 yildan buyon bo'yin orqasi va boshning orqa qismi og'riydi. Shifokorga ham ko'rindik, hech narsa demaydi, yaxshi dedi. EKGga tushdim, lekin nima sababdan buzilish bo'lishi mumkin? Og'riq qoldiruvchi yozib beradi, lekin u vaqtinchalik og'riq qoldiradi. Nima qilsam bo'ladi? Tushunasizmi? Generalizovanное тревожное расстройствоlarda, shu umumiy xavotir buzilishlarida, boshqa смешанное тревожное расстройствоlarda biz muskullarimizda yoki somatoformniy buzilishlarda, neyropatический og'riqlarda biz muskullarimizda og'riqlar sezamiz. Orqam tortishib og'riyapti, mana shu bo'ynlarim tortishadi degan shikoyat men har kuni eshitadigan shikoyatlarimdan biri hisoblanadi. Bu yerda опять-таки shifokor qanaqa shifokorga ko'rindingizda savol bo'ldi. Siz nevropatologga ko'rindingizmi? Nimaga EKG tushdingiz? EKG bu yerda вообще причем? EKG bu tam yurakni tekshiradigan narsa misol uchun. Причем bu yerda EKG misol uchun, da. Bu yerda все, agarda hamma narsa toza chiqqan bo'ladigan bo'lsa, psixiatrga assalomu alaykum, antidepressant yozib bering deb borasiz, keyin psixolog kelib problemalaringiz ustida ishlashingiz kerak bo'ladi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ko'p o'ylanish, xavotirlar, qo'rquv ham bor. Shu vaziyatdan chiqib ketsa bo'ladi. Harakat qilsangiz chiqib ketsangiz bo'ladi, ishlash kerak bo'ladi. O'z-o'zidan bo'lmaydi. O'z-o'zidan bo'lmaydi. Oldin tabletka qidirsa ham bo'lmaydi. Mana dori ichinglar domana misol uchun. O'rtoqlar, yana qaytaraman. Dori 10 darajadagi og'rig'ingizni, 10 darajadagi holatingizni tushirib bersa 7 ga yoki 5 ga tushirib beradi. Dori 100% davo emas. Просто o'tkir vaziyatda bo'ladigan bo'lsangiz birinchidan, individualniy psixoterapiyaga imkoniyati sharoitingiz bo'lmaydigan bo'ladigan bo'lsa, dori ichish kerak bo'ladi. Хотя бы чтобы симптоматическое облегчение yengillashish bo'lishi uchun. No, mana yolg'on gapirsam, anaqalar etsin, nima desa bo'ladi? Ya'ni yolg'on gapirasiz, aldayapsiz deb aytishsin misol uchun anaqa deganlar oti nima edi? Yopiq klub deganlar misol uchun men oldingi kurslarimda qatnashgan yoki menda kerak bo'ladigan individualniy terapiyaga kelayotganlar-da misol uchun. Juda ham massivniy, juda ham og'ir bo'lgan informatsiyalarni beraman, juda ham ko'plab nevrozi bor bo'lgan insonlar nimalar qilish kerakligi, qayerga qarash kerak, yoqqa qarash kerak, bu yoqqa qarash kerak, uni qilish kerak, nima qilish kerak. Juda ham ko'plab informatsiyalarni beraman. To есть demoqchi bo'lganim, bu har taraflama sizda o'zingizni ishlashingizni harakat qilishingizni talab qiladigan narsa. O'rtoqlar, esingizdan chiqaring. Prosta yangi auditoriyamizda deyotganlar uchun qaytaryapman. Balki endi eskilar bu gapim ularga yot bo'lib ketgandir, endi umid qilamanki. Bu shamollash emas.
Bu qanaqadir tanani boshqa kasalliklari emas, чтобы siz tam 10 kun dori ichib, qanaqadir bitta sehrli texnikani qilganingizdan keyin hammasi zo'r bo'lib ketadi degani emas. Siz o'zingizni boshqara olmayapsiz, qo'rquv xavotir boqmadan chiqa olmayapsiz, boshqa qila olmayapsizmi? Siz o'zingizni hayotingiz ustida, xarakteringiz ustida, demak, neyrofiziologiyangiz ustida, boyagidek munosabatlaringiz ustida juda serьезно ishlashingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun bittada ana bu narsani joyiga keltirib to'g'rilab olish degan narsa holat, vaziyat o'rtoqlar bu yerda yo'q. Shuning uchun как-то endi muammo shundan iboratki, mana haqiqatda dorisiz ham harakat qilsa bo'ladimi? Dorisiz ham harakat qilsa bo'ladi. No agardaki holat vaziyat o'tib ketmagan bo'ladigan bo'lsa, menga kelayotgan 10 tadan 7 tasini holat o'tib ketgan, уже отягощенный, такой nima desa bo'ladi, хронический holatga vaziyatga o'tib ketgan odamlar holatga kelishadi. U yerda tam dorisiz никак вообще. Dorisiz абсолютно никак. Shuning uchun chiqib ketsa bo'ladi. No bunga sabr, iroda, harakat, mehnat talab qilinadi. Shu. Menda 2 yil bo'ldi nevroz bo'lishimga, oldin kardionevroz bo'lib faqat yurak haqida o'ylardim. Internetdan faqat yurak haqidagi videolarni ko'rib chiqdim. Hozirda bosh haqida o'ylaydigan bo'lib qoldim. Bosh haqida yomon narsalarni eshitib, yomon xayollar yopishqoq fikrlar esimdan chiqara olmayapman. Xayolim faqat bosh haqida miyamga o'rnashib turib qoladi. Bu nevrozni qaysi turi? Bu sizni ipokondriyangiz просто bu davolanmagan ipokondriya hisoblanadi. Bu haqiqatda shunaqa holat, bu klassik опять-таки holat. Siz menga yangi Amerikani ochayotganligingiz yo'q, sizni holatingizni "Vau, shunaqasi ham bo'lar ekan" degan narsani ko'rayotganligim yo'q. Bu klassik holat. Biz 3 oy yuragim deb beramiz. 4-oy boshimiz deymiz. Ertaga masliga oldindan bashorat qilishim mumkin. Ozgincha vaqt o'tgandan keyin qanaqadir avtoritetniroq vrach oldiga borasiz, nevropatolog, "Voy, palonchi, pistonchi, nevropatolog ekan, undoq ekan, o'sha sizga boshingda hech narsa yo'q, sen soppa sog'san" deydi-da. 3 kun o'tgandan keyin cho'ta oshqozonim og'riyaptimi, cho'ta nimadir bor, ichiklarim og'riyaptimi degan holat vaziyat bo'ladi. Gastroenterologga borasiz, keyin qanaqadir avtoritetniroq bo'lgan oshqozoningiz zo'r deydi, keyin oyog'ingiz og'rishib boshlaydi. То есть bu klassik holat vaziyat hisoblanadi. Nima uchun bunaqa bo'ladi? Chunki опять-таки muammo yurak qo'rquvida emas, muammo miya qo'rquvida emas. Muammo sizni hayotingizdagi sizda ko'tarilayotgan xronический xavotirda hisoblanadi. Bu mana shu xronический xavotir pastga tushgandan keyin mana bunaqangi o'z-o'zidan kasal qidirish ham yo'qolishi joyiga kelishi mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? OKR qanday yo'l bilan tezroq tuzalsa bo'ladi? Qancha vaqtda sog'ayadi? Sog'ayib ketganlar bo'lganmisizda? Yana qaytaraman. OKR bu yuqori dozada va uzoq muddat qabul qilinadigan antidepressantlarni avvalambor talab qiladi bu. Ikkinchi bilan bo'ladigan bo'lsa, exposure response prevention degan kognitiv xulq-atvor psixoterapiyasining shunaqangi bitta turi bor. Ana o'sha narsada demak ishlanishi kerak bo'ladi. Biz o'rtacha OKR davolashni 6 oydan 1 yilgacha 1 yil plus muddat haqida gapiramiz. Siz preparatlarni ichish haqida gapiryapman, psixoterapiya haqida gapiryapman. Men OKR bilan uzoq ishlayman. Не только men, butun dunyoda bu shunaqa holat vaziyat hisoblanadi. OKR tez tuzatsa bo'ladigan nuqtasi joyi yo'q. Chunki yana qaytaraman, OKR bu boshqa, demak, nevrotik buzilishlarga qaraganda ancha og'irroq shakl ko'rinishi hisoblanadi. Bu bir. Kechagina men anaqa yopiq klubda ham anaqa qilayotgan gaplashganimizdan bu narsani ham tushuntirdim. Mana даже yopishqoq fikr, yopishqoq hayollari bo'lgan, misol uchun, lekin boshqa simptomlar bo'lgan nevrozlarni oladigan bo'lsak, такой смешанный holatda vaziyatda oladigan bo'lsak ham, yuqorida aytayotgan birinchi simptomlar ketadi, keyin qanaqadir fobiya holatli vaziyatlar ketadi, eng oxirida bunaqa yopishqoq fikrlar, yopishqoq hayollar ketishni boshlaydi. Shuning uchun bu yerda в принципе nima desa bo'ladi, uzoq muddat ishlash kerak bo'ladi. OKR terapiyasi это игра надолго. Bu tez bo'ladigan holat vaziyat emas. Magnit bo'roni nevrozi bor odamga qanchalik ta'sir qiladi? Shu kunlarda juda ko'p bezovta bo'lib yuribman. Magnit kuchli deyilyapti ijtimoiy tarmoqlarda. Nevroz bo'lganimga 1,5 yil bo'ldi. Oldingidan ancha yaxshiman, lekin ba'zida tushunarsiz holatga tushib qolaman. Ayni paytda hech kim bilan gaplashishim, ko'rishishim kelmayapti. Bu holatdan qutulish uchun nima qilsam bo'ladi? O'sha qutulish uchun nima qilish mumkinligi haqida, istalgan nevroz turi haqida bu yerdan beri 50 marta o'sha qaytardim birinchi masala. Magnit bo'roni haqida gaplashadigan bo'ladigan bo'lsak, bunga har doim nima deydi? Qarama-qarshi pozitsiyalar o'rtoqlar mavjud hisoblanadi. Kimdir ta'sir qiladi deydi, kimdir qilmaydi deydi. No, to, что men biladiganim, to, что men o'qiganim, men tushunganligim, magnit bo'roni bo'layotgan paytda insonda o'z trevojniy odam kim, nevrozi bor odam kim deydigan bo'ladigan bo'lsak, bu qo'rquv xavotirga beriluvchan inson hisoblanadi. Endi magnitni bo'ron bo'layotgan paytda sizda болевой порог degan tushuncha bor. Болевой порог degani bu og'riqqa chidamlilik degani bo'ladi. Og'riqqa chidamlilik darajasi pastga tushganligini boyginlik hisobiga siz turli xil og'riqlarni, turli xil o'zgarishlarni boyginlik his qilishingiz mumkin bo'ladi. To есть magnit bo'roni sizni ichki xavotiringizni, ichki qo'rquvingizni ko'targanligini hisobiga qanaqadir sizda og'riqlarni, holatlarni boyginlik berishi mumkin bo'ladi.
Xo'p, bu masalada shu narsani aytishim mumkin. Nima qilish kerak? Dori ichish kerak, psixoterapiya bilan shug'ullanish kerak. Tamom. Assalomu alaykum. Oyoq varikozini psixosomatikasini tuzatishning ilojisi bormi? Muolajalar siz kundan kunga ko'payib ketyapti. Muolajalarsiz kundan kunga ko'payib ketyapti. O'rtoqlar, nima deb tushuntirsam bo'ladi? Tana kasalligi bu tana kasalligi. Bu bilan varikozni davolaydigan doktor shug'ullanadi. Birinchidan. Endi bunga psixosomatikani aralashtirib, psixosomatikani tiqishtirishni hech ham keragi yo'q, hech ham hojati yo'q. O'sha varikozni davolash uchun qilinadigan meditsinskiy protokolda anaqa qilinadigan bo'ladigan bo'lsa, ketadi. Varikozga siz hech qanaqangi psixologiyaning aloqasi yo'q, qo'pol bo'lib ketgan. Endi albatta aytishimiz mumkin, sizni kimdir oyog'ingizdan tortib turibdi, siz qayerdir yurib keta olmayapsiz, sizni andoq qila olmayapsiz, mandoq qila olmayapmiz degan gap so'zlarni boyginlik aytishimiz mumkin bo'ladi. No, tushunasizmi? Bu agardaki sizni ortiqcha pulingiz bo'ladigan bo'lsa, qo'pol qilib aytganda, любой kasali bor bo'lgan insonga, onkologiyasi bor bo'lgan insonga, tam insult infarktga o'tkazgan insonga, misol uchun diabeti bor bo'lgan insonga, например, psixolog bilan ishlash kerakmi? Ha, kerak. Agardaki sizni ortiqcha pulingiz ko'p bo'ladigan bo'lsa. Nima demoqchiman? Siz asosiy doktoringizga borasiz, asosiy doktoringizni davosini olasiz, lecheniyalarni olasiz, protseduralarni qildirasiz-da. Sizni karmoningizda yana ortiqcha pul bor, o'zingizni emotsional holatingiz bilan ishlash uchun. Вот тогда siz mashinani qilayotgan parallelida psixologga kelib, o'tirib hayotingizdagi problemalaringizni ishlaysiz. Agardaki misol uchun sizni qo'pol qilib aytgan yoki uni yoki buni qilishga imkoniyatingiz bo'ladigan bo'lsa, somatik kasalliklarda biz doktorga borib, doktor davosini qilishimiz kerak bo'ladi. Endi nevrozda bo'ladigan bo'lsa, emotsional muammolarda bo'ladigan bo'lsa, albatta bu yerda birinchi o'ringa psixolog, psixoterapevt bilan bo'lgandek ishlash chiqadi demoqchiman. Shuning uchun hamma narsaga ma'lum psixologiyani tiqishim, misol uchun men o'zim psixolog bo'lsam ham, klinik psixolog bo'lsam ham, psixosomatik nimaligini juda ham yaxshi bilsam ham, hamma narsaga psixologiyani tiqishtirishni, yo'q narsani psixologiya bilan davolashni men tarafdori emasman. Bu yaxshilikka olib kelmaydi. Ha, haqiqatda psixosomatikani shunaqangi bir bo'limi bor, shunaqangi teoriyalari bor. Har bitta tanadagi kasalliklar psixologik teoriyalar bilan demak o'rgatilinadi, tushuntiriladi. Boyingdek, senda qalqonsimon bezingda faoliyatingda problemasi bormi? Значит, sen kim bilandir защищаться qilyapsan. Senda sahrli diabet bormi? Значит, senga boygindek anaqa yetmayapti. Senda nima desa bo'ladi, женский tarafda ham onkologiya probleming bormi? Значит, sen ayolligingni qabul qila olmayapsan. Kabi voh hokazo demak teoriyalar qarashlar bor. No, yana qaytaraman. Bu shunchaki nazariya. Buni hech qanaqangi doказательство, shunaqa hech qanaqangi isboti yo'q. Shu sababli tana kasalligiga psixosomatikani tiqishtirishni men вообще tarafdor emasman. Shuning uchun psixosomatikani esdan chiqargan holatda doktorga borib davolanish kerak bo'ladi. Вот men как psixolog sifatida mana shu narsani aytaman. Vряд ли qaysidir psixolog bu narsani tan olib sizga boricha ochig'icha aytadi. Assalomu alaykum. Men ukol olishdan ayniqsa osma ukoldan juda qo'rqaman. Ukol olgandan keyin xuddi reaksiya berayotganda tuyulib o'zimni yomon his qilib ukolni yozdirib tashlayman. Oddiy gemoglobinni ko'taradigan ukolni ham ola olmadim. Qo'rqib tomirimdan qochib qo'lim shishib ketdi. Tak. Ekspozitsion terapiyani qilish kerak bo'ladi. Ekspozitsion terapiya haqida men 2 soatdan oshiq yopiq klubda gapirgan videoim bor. O'sha yoqqa a'zo bo'lib, ko'rib, o'sha yerdagi aytilgan tartibda mexanizmni harakat qilishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Nevrozdan butkul chiqib ketsa bo'ladi. Harakat qilsa butkul chiqib ketsa bo'ladi. Assalomu alaykum. Nevrozda, ya'ni OKRda yopishqoq musiqa boshda aylanishi mumkinmi? Любой fikr, любой xayol OKRda aylanishi mumkin. Xo'p, nevrozdan yaxshi bo'layotganini qanday bilsa bo'ladi? Men yaqinda video qildim shu haqida. Men yaqinda YouTube'da video qildim, shu videomni ko'rsangiz, shu nihoyatda batafsil to'liq tushuntirganman. Qanaqa ko'rinishda, qanaqa shaklda yaxshi bo'layotganligingizni. Jadol aka, assalomu alaykum. Menda xavotir, qo'rquv deyarli yo'qolgan. Miyani ikkita yonida, tepa qismida og'rishi qolmayapti. Ba'zan chap oyoq uyushi, so'l ketishi, chap qo'l so'l ketish holatlari paydo bo'lyapti. Xo'p, mana qanaqasida, tushunasizmi? Головной боль напряжение deydi. То есть ikkita chakkangiz, misol uchun orqa bilan aylangan holatda og'riyotgan bo'ladigan bo'lsa, bu stress hisobiga, bu asabiylashayotganligingizni bo'lganlik hisobiga aylanayotgan bo'lishi mumkin bo'ladi. Endi mana bu uyushish, sovish va hokazolar, mana tuzalmam yaxshi bo'laman deyapsiz-ku, nimani hisobiga yaxshi bo'lasiz degan savol bor. То есть psixolog bilan ishlaganligingiz hisobiga yaxshi bo'lasizmi yoki o'zingizdan yaxshi bo'lasizmi? Preparatlarni ichganligingiz hisobiga yaxshi bo'lasizmi? Nimadan yaxshi bo'layotganligingizga bu yerda qarash kerak bo'ladi. Demoqchi bo'lganim, agarda psixolog o'zi bilan ishlagan bo'ladigan bo'lsa, ishlaganligingizdan keyin simptomlar qolgan bo'lsa, bu simptomlarni o'sha preparatlar bilan vrach qilishga olish kerak bo'ladi. Agarda bo'lganingiz preparat bilan o'zini ichgan bo'ladigan bo'lsa, unda bu yerda psixoterapiya qo'shish kerak bo'ladi. To есть nima bo'yicha tuzalayotganligingiz hisobiga bu yerda qaraladi demoqchiman. Chunki psixoterapiya orqali yo'qotish mumkin bo'lgan narsalar bor, farmakologiya orqali bo'lgani yo'qotish
yo'qotishi mumkin bo'lgan narsa bor va ayni damda bu sizni ma'lum bir siz bo'lgan holat bo'lishi ham misol uchun mumkin bo'ladi. Ko'rish kerak. Yopishqoq xayollar vaqt o'tishi bilan insonni tark etadimi? Inson yana avvalgidek holatga qaytadimi? Albatta, yopishqoq xayollarimizga to'g'ri reaksiya qilishni o'rganadigan bo'ladigan bo'lsak, yopishqoq xayollar yo'qolib ketmaydi. Yopishqoq xayollar sizga diskomfort berishni to'xtatadi. Yopishqoq xayolli fojiasi nimaga men shu narsa haqida qayta-qayta o'ylayveraman deb turib insonni o'zini o'zi urishi hisoblanadi. Yopishqoq xayol qo'pol qilib ketganda davosi ham qo'pol qilib ketganda siz xayolingizga, fikringizga reaksiya qilishni to'xtatadigan bo'ladigan bo'lsangiz, yopishqoq xayolingiz, yopishqoq fikringiz sizni stress nima desa bo'ladi, obyektiv, subyektiv bo'lishni to'xtatadigan bo'ladigan bo'lsa, siz boyagidek oddiy normal hayotingizni kechirishni, demak, boshlayveradigan, davom ettiradigan bo'lasiz. Assalomu alaykum. Men Reksitin Atarax kitob qabul qilaman. Belgilangan muddatda tugagach dorilarni to'xtatsam yana mazam qochib qolmaydimi? Javob uchun oldindan rahmat. Xo'p, dorini to'xtatishga faqatgina bu dorini yozib bergan sizga doktoringiz demak haqli hisoblanadi. Shu sababli siz doktor bilan maslahatlashgan holatda to'xtatadigan bo'lsangiz, doktorlar beradigan tavsiyalarni bajarib turib to'xtatadigan bo'ladigan bo'lsangiz, misol uchun holatingiz vaziyati yo'qolib qolmaydi. Plus qanchalik darajada psixoterapiya bilan ishlaganligingiz, ishlamaganligingizga bu hisob kiriladi. Tak, o'rtoqlar, meni qo'rqitmanglar unaqa. Men gapiryapman bu yerdan beri. Hozir ovoz bormi? Iltimos yozib boringlar. Cho'ta pastda ovoz eshitilmayapti degan gaplar bo'pti. Hozir ovoz bormi? Men gapiryapman, berilib. Bor. Ko'ryapman, ha? Ovoz yaxshi. Bor. Yaxshi, super. Значит, speechni davom ettiramiz. Nima to'xtadim? Reksitin haqida gapiryapman. To есть, mana bunaqa narsa o'sha doktoringiz tavsiyasi bilan to'xtatish, nazorat ostida to'xtatish kerak bo'ladi. Haqiqatda reksitin boshqa antidepressantlarga qaraganda ancha sekinroq reksitindan chiqib ketiladi. Birinchidan. Yukida bo'ladigan bo'lsa, reksitindan chiqib ketishingiz uchun boshlang'ich etapda sal-pal boshqacha yengilroq bo'lgan dori antidepressant ham qo'llanilishi mumkin bo'ladi. To есть, vrachingiz bilan maslahatlashib ish qilsangizcha hammasi yaxshi bo'ladi. Plus psixoterapiya. Faqatgina dorini o'zida dorini o'ziga ishonib qolish kerak emas. Dori faqatgina o'zimizni bo'lmayman yengil his qilishimizga kuch beradigan holat hisoblanadi. Assalomu alaykum. Bir qarasa yaxshi bo'laman, bir qarasa boshim aylanib qo'rqib ketaveraman. Yashayveraman deymanda qo'rquv yashayveraman deb yig'lab o'tiraman. Yuragimni ikkinchi eho qilib analiz topshirdim. Birovni mazasi qochsa menga o'tadi. Qayerni bo'lsa menda ham shunday bo'ladi. Eshitishdan qochaman, xursandchilikni eshitishni xohlayman. Yomon narsa haqida baqir-chaqir eshitsam qo'rqib qolyapman. Biron joyga, masalan, doktorga borsam, o'chirib kuta olmayman, o'tira olmayman. Mazam qochaveradi. Dorilarni icha olmayman, qo'l olmayman. Terapiya olishni xohlayman. Onlayn terapiya olsam bo'ladimi? Da, onlayn terapiyaga yoziling, yordam beraman. Bu yerda ishlash kerak bo'ladi. Hozir universalni undoq qiling desam, vrat li siz narsani sirazi qilasiz. Yopiq klub haqida ma'lumot bering. U qanaqa bo'ladi? Men qatnashmoqchiman. Yopiq klub bu demak, har oyda ma'lum bir mavzular olinadi. Sentyabr oyida biz vahima xurujlari haqida gaplashdik. Bu oyda umumiy xavotir, umumiy vahimalar haqida gaplashamiz. Yopiq klubda tayyor video darslar beriladi, jonli darslar bo'lib o'tadi. Masalan, oktyabrda ko'proq jonli darslar bo'ladi. Qo'shilinglar. Savol-javoblar bo'ladi, vaqti bilan jonli tahlillar bo'ladi. Mana shu tartib vazifalar beriladi, tarqatma materiallar beriladi. Jamoaviy tarzda bo'lgandek ishlash mumkin bo'ladi. Yopiq klubni bir oylik narxi 200 ming so'm. Demak, mana shu xohlasangiz, misol uchun bir oy ishlab u yog'iga chiqib ketishingiz mumkin bo'ladi yoki keyingi oyga yana darsha davom etib, misol uchun informatsiyalarni olib qabul qilishingiz mumkin bo'ladi. Batafsil ma'lumot mani yordamchimga yozadigan bo'ladigan bo'lsangiz yoki mana shu Telegram kanalida yuqoriroqda men yana ham batafsil kuni kecha ham post qoldirdim, o'qib tanishib yozilishingiz mumkin bo'ladi. Yozilinglar o'rtoqlar. Yana qaytaraman. Yopiq klubda men spetsialniy individualniy psixoterapiyani o'ziga misol uchun imkoniyat yetmaydigan, pozolayat qila olmaydigan insonlar uchun qilyapman. Yana qaytaraman. Imkoniyatingiz, sharoitingiz birga bir ishlashga to'g'ri keladigan bo'lsa, men bilan yoki boshqa shu sohani tushunadigan psixolog, psixoterapevt bilan zo'r individualniy ishlaylar o'rtoqlar. Individualniy terapiyaga hech narsa yetmaydi. Individualniy terapiya bu individualniy terapiya. Men uni insonlardan inkor qilmoqchi emasman. Yopiq klub, individualniydan ustun
shu hamma dardingizga davo bo'ladi degan yolg'on emaslarga gapirmoqchiman emasman. No, misol uchun siz nima qilishni bilayotganligingiz yo'q. Ayni damda misol uchun sizni tam psixologga borishga misol uchun pulingiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, juda ham sifati yaxshi bo'lgan informatsiyalarni siz o'zingiz olib, ha, men ham mashq qilishim kerak ekan, men ham bunaqa narsani yozib chiqishim kerak ekan, men ham bunaqa tartibda ko'rinishda o'zim bilan gaplashishim kerak ekan degan to'g'ri kasallingizga nisbatan demak informatsiyani olib olishingiz, o'zingizni holatingiz vaziyatga nisbatan to'g'ri reaksiya qilib olishingizga o'rganishingizga juda ham katta yordam berishi mumkin bo'ladi. Endi insonni o'zi uchun, insonni mana bunaqangi millionlab ketkazayotgan pulingiz uchun umid qilamanki, aytaman 200 ming bu prinsipi unaqa yomon anaqa emas. No, men materialni kачествосiga 100% javob beraman. Agardiki o'sha narsani olib kunt bilan qiladigan bo'lsangiz, haqiqatda effekt beradi. Nega? Chunki u narsani men individualniy terapiyamda men o'zim patsientlarim bilan xuddi shu narsani qilaman. Menda kim yaxshi bo'lib, tuzalib, zo'r bo'lib ketgan bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni hammasi bilan xuddi shu strategiyada, taktikada bo'lgandek ishlagan hisoblanadi. Ana individualniyligi buni gapiramiz, gap ko'pligi bu narsani gapirmaymiz degan joy yo'q. Nima biladigan bo'lsam, men bo'lishib kuchim yetguncha boryapman. Tak. Hozir bormi o'rtoqlar ovoz? Chunki yana ovoz masalasi. Ovoz bor. Okay, yaxshi. Xo'p, o'rtoqlar, vdруг kimdir eshitolmay qolayotgan bo'ladigan bo'lsa, zapis tashlayman, zapisga kirib qaytib eshitishingiz mumkin bo'ladi, xudo xolasa. Так, значит, tezlashishimiz kerak уже. Hop. Assalomu alaykum. Savolim diqqatli iltimos. Depressiyada, xavotir buzilishida Davronbek Turdiyevning kursida qatnashib yuqori natijalarga erishib, miyani xotirani kuchaytirsa bo'ladimi? U kim edi o'zi? Siz kim haqida gapiryapsiz? Bilmadim, bir narsa deyolmayman hozir sizga to'g'risi bu masalada. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Menda 2 oydan beri o'zimni xotirjam his qila olmayman, odamlarga qo'shila olmayman. Davralar umuman yoqmaydi, tinmay ko'nglim ayniydi, ichimda doim qo'rquv bor, yolg'iz qola olmayman. Davleniyam ko'tariladigan bo'lib qolgan. Uxlolmay qiynalaman, yopishqoq xayollar tinch qo'ymaydi. Ko'p doktorlarga bordim, davolandim, hech o'zgarish yo'q. Nima maslahat berasiz? Javob uchun oldindan rahmat. Agardiki ko'p doktorlaringiz ichida vrach, psixiatr bilan psixolog, psixoterapevt bo'lmasa, unda shularga borish kerak bo'ladi. Davoyingiz o'sha yerda bo'ladi siz. Xo'p, xronический degan yillab qo'rquvda yashashmi? Xronический degan surunkali degan, to есть doimiy takrorlanib turadigan degan. Xo'p, obsessiv kompulsiv bo'yicha yopiq demak guruhda davolansa ham bo'ladimi? Ma'lumot bering. Obsessiv kompulsiv buzilishligi to'xtalish qilaman. Men ipokondriya haqida katta dars qilish niyatim bor. Obsessiv kompulsiv buzilishlar haqida ham demak dars qilish anaqam bor. Nima desa bo'ladi? Bu masalada kerakli to'g'ri yo'nalishni to'g'ri informatsiyalarni olib olishingiz bo'ladi. Men aytdimki, prям bu sizni davolab qo'yadi degan katta va'dani oldindan bera olmayman. Agardiki biz haqiqatda chinakamiga aytilayotgan obsessiv kompulsiv demak buzilish haqida gaplashayotgan bo'ladigan bo'lsak. Xo'p. O'rtoqlar, demak Xo'p, oxirgi bir nechta savolga javob beraman, shu bilan keyin sekin yakunlaymiz. Medalopram qanaqa dori, u haqida ma'lumot bera olasizmi? Reksitinni ichib nevrozdan butunlay chiqib ketish mumkinmi? Reksitin haqida ham ma'lumot bering. Men hamma narsadan qo'rqadigan bo'lib qolganman. O'zimni boshqara olmayotgandek, qo'rquvga berilib ketayotgandek bo'lyapti. O'y-xayolli kelaveradi, vahimaga tushyapman, tomog'imni bir tiqilgandek bo'ladi. Xo'p, medalopram ham reksitin ham bu demak, sioz guruhiga kiruvchi antidepressantlar hisoblanadi. Medalopram более такой yengilroq, Reksitin более kuchliroq, mощныйroq bo'lganlik hisoblanadi. Reksitin такой eng kuchli bo'lgan, eng mощный bo'lgan, o'sha xavotirga qarshi bo'lgan antidepressantlardan bo'lganlik bir hisoblanadi. Reksitin bilan medalopram orasidagi farq shundan iboratki, medalopramga kirishingiz osonroq, medalopramdan chiqishingiz osonroq hisoblanadi. Reksitinga kirishingiz sal qiyinroq, chiqishingiz ham sal qiyinroq bo'lishi mumkin bo'ladi. No, holat vaziyat og'ir bo'ladigan bo'lsa, simptomlaringiz nihoyatda kuchli bo'ladigan bo'lsa, taqda reksitin более-менее normalroq holat bo'ladigan bo'lsa, unda medalopram afzal ko'rilishi mumkin bo'ladi, vrachingiz bilan maslahatlashgan holatda. No, ikkalovi ham imенно nevrotik buzilishlarni, xavotirli buzilishlarni super shikarni davolashga yordam beradigan dori
hisoblanadi. Men Rexitinni ham developerni ham juda ham yaxshi ko'raman, agardaki to'g'ri ko'rinishda, to'g'ri shaklda ichib qabul qilinadigan bo'ladigan bo'lsa. Xo'p. Xo'p. Okay. Eng oxirgi mana shu savolga javob beramiz, keyin sekin yakunlaymiz. Menda bu joyga to'yga borsam yoki o'rtoqlarim bilan yig'ilsam, ovqat yeyotganimda tomog'imga tiqilib qolmaydimi degan o'y xayol kela boshlaydi. Bu nevrozdanmikin, rosa asabiyman. Juda katta ehtimol bilan sizda ijtimoiy xavotir buzilishi bor. Siz jamoat orasiga kirganingizda ichki xavotiringiz, ichki qo'rquvingizni ko'tarilishini, kuchayishini hisobiga sizda o'sha tomog'ingizda bir narsa tiqilayotgandek holat, vaziyat sodir bo'ladi. Siz o'sha ijtimoiy xavotir buzilishingizni davolaydigan bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsani ustida ishlaydigan bo'ladigan bo'lsangiz, holatingiz, vaziyatingiz joyiga kelishi, yengillashishi mumkin bo'ladi. Вот. O'rtoqlar, vроде asosiy emas, 90% savollaringizga demak javob berdim. Yozinglar. Javoblar tushunarli bo'ldimi, yoqdimi? Yozinglar fikr mulohazalaringizni. Zapis yoziladi. Xudo xolisa yozuv ketayotgan bo'lishi kerak. Endi bu texnika oldindan va'da berishim qiyin. Yozilgan bo'ladigan bo'lsa, sразу YouTube'ga joylayman. Derealizatsiya haqida men YouTube'da to'liq gapirganman. Kirib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Realizatsiyada asosan psixoterapiyani talab qiladi derealizatsiya o'rtoqlar. Asosan psixoterapiyani talab qiladi. Xo'p. Asosan psixoterapiyani talab qiladi. Так что o'rtoqlar, o'zimizdan ustida ishlaymiz. Vrach psixiatrga borishdan qo'rqmaymiz. Psixolog psixoterapevtga kelishdan qo'rqmaymiz. Demak, psixoterapiyadan boshlab inson o'zining ustida harakat qilib demak ishlash kerak bo'ladi. Barchalarni yana bir karama yopiq klubda kutib qolaman boygindek. O'zingizlarning vaziyatinglar, holatinglar haqida nima bo'lyapti, nima uchun bo'lyapti, o'zingiz nima harakat qilib ko'rishingiz mumkin-da. Boshlang'ich etapda eksperiment qilib ko'rishingiz uchun, o'zingizlar ustida ishlash uchun juda ham yaxshi imkoniyat, juda ham yaxshi sharoit bo'ladi. Так что o'rtoqlar, nima desa bo'ladi? Harakat qilinglar, to'xtab qolmanglar. Yo'q, hech narsa bo'lmaydi, o'z-o'zidan o'tib ketadi degan gaplarga ishonmaymiz, o'z-o'zidan hech narsa o'tib ketmaydi. Mehnat qilish kerak bo'ladi, ishlash kerak bo'ladi. Lekin ba'zi bir xil doktorlarning u gapiga ham ishonmaymiz, ya'ni bo'ldi bu surunkali mana shunaqa dori ichib yurasan degan gapiga ham boygindek ishonmaymiz. Harakat qilsa boygindek chiqib ham ketsa bo'ladi. Так что nima desa bo'ladi? Duxni tushirmagan holatda, javobgarlikni bo'lgan holatda ishlab harakat qilishimiz kerak hisoblanadi. Hammaga kattakon rahmat. Barchalarni yopiq klubda kutib qolaman. Keyingi jonli efirlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayr.